Ha, sekin. Gapir. Mana bugun biz bir oydan ortiq qilgan mehnatimizni samarasini ustida turibmiz hozir. Mana shu Hamidaxon tuman hokimiyatining xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari Hamidaxonni yig'ilishiga chiqdik Huvaydoga. O'sha yerda qurt haqida ma'ruzalar bo'ldi. Halimaxon ikkovimiz pensionerlar nomidan biz tutamiz, mayli planingizni 100 qilib bajaramiz Hamidaxon deb va'da berdik. Va'daga binoan Farishtalar omin degan ekan, mana shu yerda mahalla fuqarolar yig'inini eski binosida qurt olib tutdik. Tadbirkorlar buni. Xudoga shukr, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Shirin tashvishlar bo'ldi. Mana dastalarni qo'ydik. Xudoga shukr, shu mahallani 7ligi yordamida, xotin-qizlarni mas'uli Onoraxon boshchiligida. Iloyim dard ko'rmasin. Qo'l bar kesadiganimiz yo'q bo'lganda bar kesib qo'llarini ham chopib oldi. Yangi raisimizga ham Alloh kuch-quvvat bersin, tan joni sog' bo'lsin. Saylanganiga 2-3 kun bo'lmasdan sirazi xonasiga emas, to'g'ri pillaxonaga keldi. Holimizdan xabarab turdi. Hozir o'zini boshchiligida mana pillamizni teryapmiz. Yoshlar yetakchisi Sirojiddinni ham tan joni sog' bo'lsin. Poh demadi. Kerakli baylarni vaqtida yetkazib berdi. Kerak bo'lsa o'zimiz ham soat ertalab 4:30da turib ketganimizcha barglarni olib kelib butab qurtlarga solib, endi bag'i Allohdan. Ilohim barakasini bersin. Ishimizni rivojini bersin. Chilgi hosilimiz o'z samarasini bersin. Kebak kesuvchimiz Baxtiyorjonga ham tan joni sog' bo'lsin. Charchamadi. Rahmat, mahallaga ham rahmat. Hammamiz xursandmiz shunday shirin kunlarda. Hamma yonimizda. Buzuqi ayollar daftaridagi ishsizlarni ham hammasini hasharga chaqirdik, hammasi kelib yordam berdi. Mana bugun ham mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hammasi hasharga keldi. Yoshlar daftari deylar, mana xizmatimizni qilishyapti. Halimaxon ham sog' bo'lsin. Bu ham mana shu nuroniylarimizdan, faxriylarimizdan. Mana endi hosilimizni o'zlaring bir ko'rib baho berasizlar. Buni demak, Farg'ona tumani Xonqiz mahallasidagi Xonqiz mahalla fuqarolar yig'ini qoshidagi uyushgan pillakorlar. Uyushgan pillakorlar. Hozir shularda natijasini nima ish bo'lyapti oxirida ko'ramiz. Oxirgi natijasi qanday yig'ishtirib olyapti hosila? Birgalikda ko'ramiz. Qani? Marhamat boshlang. Qani, yuringlar. Zal deylar ekan, mana shu xonaga birinchi boshida shoshilganimizdan ayollar o'zimiz so'kchilarni qilib, korobkadagi hali kichkina u ko'zga ko'rinmas zarrachalar olib kelib qo'ydik. Birinchi, ikkinchi kunlari ko'zim olmadi, Olimjon. Uchinchi, to'rtinchi kunlari ko'zayni taqib keyin ilg'adim. Allohning mo'jizasini qarang. Mana o'shalar katta barmog'imizda qangi qurtlar bo'lib, mana qangi chiroyli pillalarni yasab tashashibdi. Haqiqiy mo'jiza-da bu, to'g'rimi Olimjon? Pechkalarni chetga qurgansizlar. Pechkalarni qurganmiz, aynayimiz siniq, o't yoqib. Har kuni ertalab kechqurun Halimaxon boshchiligida ertalab chiqib o'timiz yoqib qo'yadi. Qo'shnida. Kelganda buncha narsa bo'lgan. Menchagina narsa bo'lgan. Mana Xudo xolasa 11 ta uyda. 11 ta xonada shu Ana Rohatoynikiga ham olib chiqdik. 12-chi uy. Mana ayvonlarga qo'ydik. Mana so'kcha qilgan, ayvon so'kcha. Onoraxon o'zi qildi. Xudoga shukr. Qiyin tuyulgandi, lekin qilsa bo'ladigan ish ekan. Faqat mehnat, mehnat yotibdi. Chiroyli mehnat. Zamirida mehnat yotibdi. Rahmat sizlarga. Yo'q demay shunchalik uringanlaringga avvalo rahmat. Jicha uyqudan kechib, jicha mehnatingizni ayamasangiz, nima o'zingiz sog'lig'ingizga ham foyda bor. Albatta. Hozir yotib o'rsangiz qancha kasalliklar o'tirar ekansiz. Mana mehnat qilgan ekansiz.
Albatta. Sog'lom yuribsiz mana terilashi. Yana tutib kelyapti. kelyapti. Nima 3-4 kilo besam tashadim shekilli. U ham meni foydamga. Sizni foydangizga. Foydamga. Shu Xursandmiz. Xotirjam bo'lib qoldi hamma. ayollarimizga shu maslahat yetkazish kerak. Shuni Mehnat qilish kerak. Shuni haqiqatan hammaga yetkazish kerak. Xotirjam ham qilar ekan. Keyin bularni uylariga yuzuvoqdan nodakota o'tinini olib O'tinlar bor. uni ko'rgan qo'shnilar keyingiga bizni ham mazoqlashdi deyishyapti. Havasini yeting. O'sha viloyatdan Kavlonova opa keldilar, hammamizga tapichkalar sovg'a qildi. U ham bizga bitta motivatsiya berdi. Mana Onoraxon bilan Maqsudaxonni boshchiligida bo'lsa kerak, ekkolar pichir qilishi bilmayman. Pillachilarga 4-5 ta xotinga hayit nimaga pillani tergani kiyib olinglar deb material berishdi, unga ulgumadik. Endi bu ham nima debochasida endi bu ham mehnatimiz samarasini debochasi. Xullas xursandmiz. Yana shunaqangi ommaviy ishlar bo'lsa, biz tayyormiz. Pensionerlar tayyormiz. Biz sizlarga ishonamiz biz. Mahallamizning nimasini ko'tarasizlar bundan bari. Rahmat. Orqalardan nechta yoshlar ham qo'shildi. Mana yoshlarni qarang, yosh kelinlar ham kelib mana urinishyapti. Rahmat. Endi bu ham nima deydi? Sizlarni bizga nima deydi? Bergan daldalaring. Rahmat. Sizlarni bergan biz turibmiz-ku degandek yonimizda tog'dek bo'lib turganlaring bizga eng katta kuch berdi. Rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat. Anzirat bu bor ekan. Hech ham qilmaydi. Keyingi yilga 10 karobka boqamiz. Xudo xolasa. Ipak qilib olib boqdik. Keyingi yilga Xudo xolasa 10 karobka, balki 15 karobka boqamiz. Balki joy qilib bersalar biz tayyormiz. Xudo xolasa. Uxlamasdan dalalarda yotib, tutlarni yeb, barglar terishga roziman. Necha kun barg kesgan bo'lsa, hamma kuni Onorxon ikimiz borib, dastalab, baylab, mototsiklga yuklab olib kelishdi ustida turdik. Hattoki kesib qo'lini bitib ketdimi? Sirojniy ko'si, hali yangi kesdi demaydi. Kesib ham olishdi qo'llarini, chopib ham olishdi. U ham yaxshilikqa. Albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi hasharchilarimiz bilan ham bir tanishtirib o'tib ketdingiz. Bu hozirgi suhbatdoshimiz Farg'ona tumani Xonqiz mahallasi faol ayollaridan biri. Ham bu tomonda ham bor ekan. Bitta bor. Nima kirib ketilaverar ekan-da. Shunisi yaxshi ekanki, biridan biriga o'tib, baylarni tashlab, dastalarni qo'yib yuraverdik. Yashinglar, rahmat, barakasini bersin. Barakasini bersin. Xirmonga baraka. Mana nimasiga xonalarni top toza tutishdi. Bitta qurtni to'kishmadi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hozir ham hech qayerda bitta gard degan narsa yo'q. Pollarda kunda artishadi, yoshlar shukur chiqamiz, to'kilganini teramiz. Barakasini bersin. Dastani ham yo chiroyli qilamiz deb mana bunaqa dastalarni qilishdi. Haqiqatan ham bilan chiroyli o'rashganlar. Talalardan yulib keldik dastalarni ham. Yulib kelib vaqtlarda quritdik. Mana bu nimalarda ham bor ekan. Voy. Mana bu yerda dastalar to'la bular nima qorong'ilarda xohlar ekan, haligi dasta o'rashdan. Endi hokim keladiganiga buzganimiz yo'q. Kelsa bir hokim buva o'zi buzib ko'rib beradimi? Bitta ayvonimizni tozaladik xolos. Mana uylarda ham bor hali. Bu yer ichkari juda qurt boqadigan xonaga moslanganga o'xshaydi-da. Derazalardan bemalol shabada yeydi. Kurchkalar ochib shabadalantiramiz. Tagi to'la. Ajoyib. Havuz ko'rinib turibdi. Shu tepasidan ham ko'rinib turibdi. Yashinglar, barakasini bersin. O'zimizni yorug' qilsin iloyim. Bu tomonda ham ekan, mana bu tomonda ham. Ichkarida pochtaxona bor ekan. Etlarni ham bo'sh qo'ymadik. Mana bu xonalarimizda ham bor. Mana. Voy, barakasini bersin. Barakasini bersin. Ana ichkari xonalarda ham bor. Bularni o'zimiz yasab olaverdik. Erkaklar bari ish bilan ketganda o'zimiz to'pchakli yasab olganmiz.
Mana bu oxirgi olib chiqqan xonamiz. Barakasini bersin buni ham mana. Eng asosiysi Jahongir. Ostini ochsangiz ham zakibasda quruq qilamiz. Juda chiroyli o'ragan, shunisidan xursandmiz. Nima qilib ketadi? Bu xonalarimizda bor. Mana bular ham. Mana pillalarimiz. Xudoga shukr. Ro'xatoydikini ham bugun terishyapti aytgan. Katta navistega olib kirganmiz. Mana to'ymaganlarni alohida qilib boqyapmiz. Bularga ham bugun kechqurunga dastur qo'yamiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Solingizmi? Sog' bo'lsin, qo'shni. Qo'shni bu ham chin dildan yordam berdi. Mehnat qildi. Inobatxon astoydil yordam berdi, mehnat qildi. Tanjon sog' bo'lsin iloyim. Ilohim. Nima? Qanday mana ochiq pishyapti. Hasblar bor ichkarida. Qo'shni xonaga nimaga bunda qotillarni tozalashgan? Al ichkarida. Ichkaridagilar. Ha, olib berdim. Yana to'kildimi yo'q? Yo'q, to'kilgan yo'q aytmoqchi. Hozir tashqaridan olib kelasizlar bo'lmasa. Qara, voy qo'yibdi-ya. Barakasini bersin, iloyim. Juda xursand bo'lyapman. Oxirida suyuntirsin. Ko'chaga mana tashqariga salqin. Ha. Ularni ham ko'rasizmi? Hozir nimada sizda pochtani xonasi bo'ladi. Qani shunaqa barakali ekan. Pochtaxona ham yaxshi odamlar ishladi. Yana yerga mana shu yerda klinika bo'ladi deyapti. Mana qarang, chiroyli o'ragan, qarang. Amoni qarang, chakkana chiroyli o'ramabdi. Allohim barakasini bersin. Mehnatimizga ming rozimiz. Azobda nimaga? Yoshlikda Allohga oldiga borib. Jahongir, mahallamizdan hoji onalar chiqishgan yordamga. Ular ham kam bo'lishmasin, iloyim, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Shu hurmat qilishi mana mahallani, xonimizni qo'yini, tillasini bir suv tozalab davlatga topshiramiz deb kelishibdi. Juda xursand bo'ldik. Mana hamma ko'chalarda bu hoji onalar Bir tanishtirib o'tib ketasiz endi hammasini. Mahallada mana. Assalomu alaykum, xormanglar, xirmonga baraka. Assalomu alaykum. Hasharchilarimiz, hoji onalarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamma ko'chadan kelishgan. Bitta duo berasizlarmi? Katta xotin hikmat ikkovga. Qattiqroq. Mana shu qattiqlardan tanjoni sog' bo'lsin. Xudo barakalarni bersin. Omadlarni bersin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarib sog' salomat yurishsin mashg'ulotlar. Mana kelganlarga ham tanjoni sog' bo'lsin. Topganlari to'ylar bo'lsin, pullari yuz bo'lsin. Bizlari yorib. Boshqalarga boshliqlarimizga ham omad bersin ilohim. Hech ham charchamaylar. Topganlarga ham rahmat. Bu yildan keyin yana ko'pgina olaverasizlar, yana chiqib biz ham qarashlik Rahmat hoji ona, sog' bo'ling. Kim opa? Bir tanishtirib berasiz bularni. Jahongirga o'tirgan hoji onalarni. Yo yaxshi. Mari bir xabar biroz. Mari qani xolos. Kim O'zi opa? tanishtirib, bitta yonlariga olib. Mahalladan. Tanimaydi. O'zbekiston taniganman tanimayman. Ana Kimyoxon opa, pensioner ayollarimizdan. Rimoxon opam, dasturxonchi, buni xonqiz qurg'on ketay zo'r taniydi. To'ylarni zo'r o'tkazib, ham maraka mavludlarda xalqni xizmatida. Hamma nonni tarqatib beradigan shu modis. Mahfiratxon hoji onamiz vaqt og'am bilan hozirga borib kelish, 2 martadan borib kelish. Mana shu mahalladan Xosiyatxon opa, hoji ona bilan ham tanjonlari sog' bo'lsin.
Sanobarxon o'rtog'imiz sotib oldim ayollarimiz mahalladan. Bu kishi Soliyaxon, rahmat, tanjoni sog' bo'lsin, har kuni chiqib barg tashib berishdi. Bizga yonbosh bo'lganimizda turishdi. Sizni otingiz Hayotxon, bular ham shu mahalladan, tanjoni sog' bo'lsin. Muqaddasxonni hamma taniydi. Meditsina xodimlari ham bor. Meditsina xodimlari ham bor ichimizda. Bu kishi Oq oltindan Gulnoraxon. Sog' bo'lsin, bular ham bagimizga kelib butashib, xonashib yonimizda turishdi. Barakasini bersin. Xonimiz yordamchisi. Jahongirda onalari, Jahongirda yo'qligini bildirmasdan ertalabdan chiqib qarashib turishdi. Bular nima? Maktabda oldilaridan Manzur opam. Hammalaring tan joni sog' bo'lsin iloyim. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat, kam bo'lmanglar. Prezidentimizga, xalqimizga xizmat qiladigan faxriylar bular. Ana. Allohim hammani qo'llasin. Yurtboshimizga ham qo'llasin. Bizga qarab boshini qirata, ularni xudo siladi. Dunyoda ham har taraf qatorda bo'linglar. Ilohim. Kam bo'lmanglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat. Juda xursand qildik. Rahmat. Sog' bo'ling. Amin. Bo'ldi kimyo xola, sog' bo'ling. Pullarni oxirigacha hamma katta bo'lasizlar. Xudo xolasa. Yonimizda bo'lasizlar. Xudo xolasa. Rahmat. Allohim xohlasin iloyim. Rahmat. Agar divan ko'ramiz, yotib ham qolaveramiz. Topamiz. Salqin joylarga joy qilib topamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Tog'larga borgan betlarga mazza qilaman. Rahmat. O'zi Xong'isimiz Jannat makon. O'zbekiston Jannat makon, Xong'is ular ichida ham eng jannat makoni. Havos toza joy. Jannat makon O'zbekistonda Jannat makon Xonqizi. Allohga shukr. Havos toza. Mo'jizalar yaraladigan joylar ekan. Rahmat.